Assalomu alaykum. Mana meni oldimda diskrijen kasalligidan, ya'ni umurtqa sho'rasi kasalligidan eng oson va eng qulay yo'l bilan davolash vositasi turibdi. Juda tez ta'sir qiladi, juda effektiv kuchli. Buning uchun mana ushbu malhamni, biovazelinni umurtqa sohasiga, yelka sohasidan boshlab mug'azzagacha kuniga 1 marta, 2 marta surtib turiladi va og'ridigan joylarga ham surtish mumkin tizza bel sohasiga. Mana bu majmua esa bir choy qoshiqdan tabletkaga o'xshab ichib turiladi. Ovqatdan 1 soat oldin va yoki ovqatdan keyin iste'mol qilish mumkin. Aslan ovqatdan oldin iste'mol qilish kerak, lekin o't tufayli yoki boshqa zonada muammosi bolalar ovqatdan keyin iste'mol qiladi. 1 choy qoshiqdan iste'mol qiladi, yarim piyola qaynagan iliq suv bilan. Kifoya qiladi shu diskrijadan butkul qutulasiz. Mana shu yurtdoshlar, men Eshitgan Shuhrat Xorazmdanman. Men Grizadis bo'yicha belim og'riyadi. Men bundan 1 oy burun tabib xotirajamga uchrashib, shunaqa dardim bor ekanligini aytdim. Xotirajam menga dorilarni tavsiya qilib ko'rsatdilar. Keyin men o'sha dorilardan olib ichdim. Hozir yaxshiman. Xudoga shukr. Bemalol o'zingiz ham olib ichishingiz mumkin. Yaxshi ekan. Men belim yaxshi bo'lyapti. Albatta, men ham xursand bo'ldim. Shu 1 oy davomida ancha sog'ayganingizni eshitib, men ham xursand bo'ldim. Rahmat. Mana bugun yana bir xushxabar bo'ldi. Mana bu bemorimiz 3 yil oldin ayollari kelgan ekan, diskrijen bo'lib, dori olib sog'aygan ekan. Shu kunlarda o'zlari ham diskrijen bo'lib, dori olishga kelibdilar. Marhamat, o'zlaridan eshitamiz. Assalomu alaykum. 3 yil oldin xotinim bo'lmagan joy qolmoqda. Shuni eshitib, shu kishini kelib oluvdi. Xudoga shukr, hozir yaxshi. Endi o'zim Grizadis bo'lganman. Hozir oldim mana, rahmat. Nasib etsa yaxshi bo'lib ketarman. Inshaalloh. Katta rahmat. Inshaalloh, salomat bo'ling.